Bismillahirrahmanirrahim. Aziz vatandoshlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men Fazl Ahmad Murodiy, guzarishkar futbol va futsal burus kelib biz murabbiy sohib Tuma Temuriyonda yonlariga nechta savol bu yil legal futbol faoliyatida qancha timlar bo'ladi? Assalomu alaykum. Ustadjon, bizni ma'rifat qilasiz bizani do'stlarimizga? Assalomu alaykum. Sizlarga taqdim qilaman. Salomat bo'ling Sifatullojon, bu yil nazaringizga qaysi harflaringiz yo qaysi tim legal futbol faoliyatidan nazaringizga qoldi? Mana hamma timlar qoldi. 5 milliy klub bo'lmaydi futbol degan. Futbol qarang, bir timni zaifsak, oltin tutsak, o'sha tim biza masal sayyoboq o'sha timni qoldi. Futbol 5 milliy klub bo'lmaydi. Inshaalloh ben bozuklar 5 ta bozukni Ligi Bartar hamda o'qiganman. Taqriban 3 oy bo'ladi mening tandinim bor. Bunasi bachala yaxshidi. Maşallah. Hamma timlar yaxshidi. Shu tandimni ham bor. Hamma timlarni timlar qaysidir birdan kam Salomat bo'ling. Nazaringizga o'zimiz qancha qudratman omada qilib bu yil nazaringizga qahramonlik olaman deyapsizmi yoki shuna bir tim qudratman legalifga? Inshaalloh men Ligi Bartarga fikringiz bor. Sat inshaalloh avodonlarga bozuklarga non beraman. Tayyorlik xudo inshaalloh. Bu yil inshaalloh qahramonlikga urishamiz. Inshaalloh biz sirf baxotir qahramonlik kelganmiz bu yil. Yana ham timlar ko'pga qavdiga 5 milliy klub bo'lmaydi. Maqsad Ligi Bartarga inshaalloh shu suv qilgani kelibmiz inshaalloh. Ko'p bo'lib tashakkur sizdan. Tashakkur, salomat bo'ling. Tashakkur. Aziz vatandoshlarim, bu ham musobaqa timi murabbiy timi Temuriyondan edi. To'g'ri, sizlarni Alloh pokka topshiraman.